Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilarim. Bugungi mavzuyimiz nafaqat pensiya yoshidagi fuqarolarimiz, balki ularning yaqinlari, farzandlari va umuman har birimiz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bu gap moliyaviy yukni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida ketadi. Shuning uchun hozirroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. Bugun biz 2026 yilda pensiya yoshidagi fuqarolarimiz qanday majburiy to'lovlardan ozod etilishi mumkinligi haqida atroflicha suhbatlashamiz. Bu sizning oilaviy byudjetingizga katta yordam bo'lishi mumkin. Keling, har bir jihatini chuqur tahlil qilamiz. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar avval qanday edi oldingi yillarda? Hatto pensiya yoshiga yetgan bo'lsalar ham aksariyat fuqarolarimiz mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash majburiyatidan to'liq ozod etilmagan edi. Albatta ba'zi imtiyozlar mavjud bo'lgan, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar kabi alohida toifadagi shaxslar uchun. Lekin umumiy pensiya yoshidagi aholi uchun bu kabi keng qamrovli imtiyozlar kam edi. Oddiy bir misol keltiraman. Agar pensiyadagi bir kishi standart kvartirada yoki kichikroq hovlida yashasa, u o'z uyining kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda har yili mol-mulk solig'ini to'lar edi. Shuningdek, uy-joy joylashgan yer uchastkasi uchun ham yer solig'ini to'lash majburiyatida bo'lgan. Bu to'lovlar kichik miqdorda bo'lsa ham pensionerlar byudjeti uchun sezilarli yuk bo'lib, ayniqsa ular pensiyadan boshqa daromad manbaiga ega bo'lmagan hollarda moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin edi. Har bir so'm hisobga olinadigan bir paytda bu kabi majburiy to'lovlar ularning hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatar edi. Endi nima o'zgaradi va 2026 yildan nima kutilmoqda? 2026 yildan boshlab pensiya yoshidagi fuqarolar uchun moliyaviy yukni sezilarli darajada yengillashtirishga qaratilgan yangi qonunchilik hujjatlari kuchga kirishi kutilmoqda. Hozirda bu yo'nalishda faol ish olib borilmoqda va hukumat pensiya yoshidagi aholini ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga katta e'tibor qaratmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya yoshidagi fuqarolarimiz o'zlarining shaxsiy yashash joylari uchun, ya'ni doimiy ro'yxatdan o'tgan va yashab turgan turar joylar uchun mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan to'liq yoki qisman ozod etilishi rejalashtirilmoqda. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularga qulay va xotirjam hayot kechirishlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu yangilikning ahamiyati juda katta. Tasavvur qiling, har yili byudjetingizdan ma'lum bir summani majburiy soliqlar uchun ajratish o'rniga bu mablag'ni o'zingizning ehtiyojlaringizga, masalan, dori-darmon, oziq-ovqat yoki navbalaringizga sovg'a olish uchun ishlatishingiz mumkin. Bu nafaqat pul tejalishi, balki ruhiy xotirjamlik ham demakdir. Chunki ko'pchilik pensionerlar aynan shu kabi majburiy to'lovlar kelganda qanday to'lashni o'ylab xavotirga tushadi. Yangi qoidalar ularning bu tashvishlarini yengillashtirishga xizmat qiladi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil nimalarni bilishimiz kerak. Eng avvalo shuni ta'kidlash kerakki, gap aynan mol-mulk solig'i va yer solig'i haqida ketmoqda. Boshqa to'lovlar, masalan, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, elektr energiyasi, gaz, suv, chiqindi yoki aloqa xizmatlari, telefon, internet uchun to'lovlar bu qoidalarga kirmasligi mumkin. Shuningdek, soliqdan ozod qilish mexanizmi aniq belgilanadi. U ma'lum bir maydon ega bo'lishi mumkin. Ya'ni agar sizning turar joyingiz juda katta bo'lsa, soliqdan ozod qilinadigan qismi faqat ma'lum bir me'yorga qadar bo'ladi. Qolgan qismiga soliq to'lashingiz talab qilinishi mumkin. Bu adolat tamoyili bo'yicha ishlab chiqiladi. Chunki katta va qimmatbaho mulklarga ega bo'lgan pensionerlar ham mavjud. Shuningdek, eng muhim jihat shuki, bu imtiyoz faqatgina doimiy yashash joyi, ya'ni asosiy turar joy uchun qo'llaniladi. Agar pensiyadagi fuqaro bir nechta uy joyga ega bo'lsa, boshqa ikkinchi yoki uchinchi turar joylari uchun soliq imtiyozlari boshqacha tartibda ko'rib chiqilishi yoki umuman qo'llanilmasligi mumkin. Bu yangi qoida fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, imtiyozlardan suiiste'mol qilishning oldini olishga xizmat qiladi. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Xavotirlanishi kerak bo'lganlar, agar pensiya yoshidagi fuqaro bir nechta mulkka, masalan, 3 ta kvartira yoki bir nechta uylarga ega bo'lsa, unda u imtiyoz faqat bitta. Ya'ni asosiy yashash joyiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini tushunish kerak.
Qolgan mulklar uchun soliq to'lash tartibi o'zgarishsiz qolishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, agar sizning nomingizda ikkita kvartira ro'yxatga olingan bo'lsa, ulardan birida doimiy yashasangiz, ikkinchisi esa ijaraga berilgan bo'lsa, ikkinchi kvartira uchun soliq to'lash majburiyati saqlanib qolishi mumkin. Shuningdek, agar sizning yashash joyingiz juda katta maydonga ega bo'lsa, masalan, 500 kvadrat metr, lekin soliqdan ozod qilish chegarasi 1 yx kvadrat metr qilib belgilansa, ortiqcha 300 yx kvadrat metr uchun soliq to'lashga to'g'ri keladi. Bu ham qisman xavotirlanishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ayrim fuqarolar o'zlarining shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqib, yirikroq mulklarga ega bo'lishi mumkin. Yana bir jihat shundaki, agar pensiya yoshidagi shaxs o'z mulkini tadbirkorlik faoliyati foydalansa, masalan, go'zallik saloni, do'kon ochgan bo'lsa, unda bu mulk uchun soliq imtiyozi qo'llanilmasligi mumkin. Chunki bu mulk tijorat maqsadida ishlatilmoqda. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar, aksariyat pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun bu yangilik faqatgina ijobiy o'zgarishlarni olib keladi. Agar siz standart turar joyga, masalan, bitta kvartira yoki o'rtacha kattalikdagi hovliga ega bo'lsangiz va u sizning doimiy yashash joyingiz bo'lsa, siz mol mulk solig'i va yer solig'idan to'liq ozod bo'lishingiz ehtimoli juda yuqori. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Oysha buvi o'zining 6 kvadrat metrlik kvartirasida yakka o'zi yashaydi. Hozirda u yiliga taxminan 200 ming so'm mol mulk solig'i va 1000 ming so'm yer solig'i to'laydi. 2026 yildan boshlab u bu to'lovlardan to'liq ozod etiladi va yiliga 200 ming so'm pulini tejashga muvaffaq bo'ladi. Bu uning uchun dori-darmon sotib olish yoki ro'zg'or ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan sezilarli miqdor. Yoki viloyatda yashovchi 65 yoshli Ahmad bobo o'zining tekis sotik yer uchastkasida joylashgan 100 kvadrat metrlik hovlisida yashaydi. Uning yer solig'i va mol mulk solig'i ham yiliga 300-400 ming so'm atrofida edi. Yangi qonunchilik unga ham xuddi shunday imtiyozni beradi va uning ham yillik xarajatlar kamayadi. Ular o'z mulkiga ega bo'lgan holda xotirjam yashashlari mumkin. Asosiy qismi 2, istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar hech qanday mutlaqo universal bo'lmaydi. Har doim istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'ladi. Bu soliq imtiyozlari ham bundan mustasno emas. Istisnolar, bir maydon cheklovlari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, soliq imtiyozi ma'lum bir maksimal turar joy maydoni uchun belgilanishi mumkin. Masalan, agar hukumat 1 kvadrat metrga qadar bo'lgan turar joylar uchun to'liq imtiyoz berish rejalashtirsa, sizning uyingiz 200 kvadrat metr bo'lsa, ortiqcha 200 kvadrat metr uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu shuni anglatadiki, sizning mulkingizning barcha maydoni emas, balki faqatgina belgilangan me'yoriy qismi soliqdan ozod qilinadi. Bu cheklov odatda elida turar joylariga soliq imtiyozlari tarqalmasligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni saqlash maqsadida kiritiladi. 2. Mulk turi. Imtiyoz faqat turar joylar uchun qo'llanilishi mumkin. Agar pensionerning nomida tijorat obyekti, do'kon, ofis, omborxona ro'yxatga olingan bo'lsa, bu obyekt uchun mol mulk solig'i va yer solig'i odatdagi tartibda undiriladi. Chunki bu mulklar daromad olish maqsadida ishlatiladi va bu holatda soliq imtiyozlari asosiy yashash joyi uchun beriladigan ijtimoiy yordam bilan farq qiladi. Misol uchun, pensiyadagi ayol o'zining do'konini saqlash uchun mol mulk solig'ini to'lashda davom etadi. Garchi u o'z uy joyi uchun bu soliqdan ozod etilishi mumkin bo'lsa ham, uch bir nechta mulkka egalik. Agar pensioner bir nechta turar joyga ega bo'lsa, imtiyoz faqat bitta, ya'ni uning asosiy yashash joyiga nisbatan qo'llaniladi. Qaysi mulk asosiy yashash joyi hisoblanishini fuqaro o'zi belgilashi yoki Davlat soliq qo'mitasi o'z ma'lumotlariga asosan aniqlashi mumkin. Odatda bu pasportdagi doimiy ro'yxatga olish manziliga qarab belgilanadi. Agar boshqa mulklar ijaraga berilgan bo'lsa, ulardan olingan daromadga ham o'sha mulklarning o'ziga ham soliqlar to'liq hajmda undiriladi. Qaltis shartlar pitfalls. 1. Avtomatik emas, balki murojaat asosida berilishi mumkin. Eng katta qaltis jihatlardan biri shundaki, bu imtiyoz avtomatik tarzda berilmasligi mumkin. Ya'ni siz pensiya yoshiga yetganingiz uchun to'lovlar o'z-o'zidan to'xtab qolmaydi. Aksincha, imtiyozni olish uchun siz davlat xizmatlari markazlariga, DX yoki soliq idorasiga tegishli ariza bilan murojaat qilishingiz talab qilinishi mumkin. Agar murojaat qilmasangiz, sizga soliq hisoblanishda davom etaveradi va siz uni to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik qonun chiqdimi,
demak endi to'lamayman deb o'ylashi mumkin. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Siz o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun faol harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikki hujjatlar noto'g'ri rasmiylashtirilishi, ariza berishda yoki zarur hujjatlarni taqdim etishda xatoliklarga yo'l qo'yish imtiyozini olish jarayoni kechiktirishi yoki umuman rad etilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, pensiya guvohnomasi nusxasi noto'g'ri bo'lishi, kadastr hujjatlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lishi yoki ariza shahri noto'g'ri to'ldirilishi mumkin. Bunday holatlar imtiyozni rasmiylashtirishda muammolar keltirib chiqaradi. 3. Muddatlarga rioya qilmaslik. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun ma'lum muddatlar belgilanishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, o'sha yil uchun imtiyozni qo'lga kirita olmasligingiz mumkin. Shuning uchun yangi qonun hujjatlari kuchga kirishi bilanoq e'lonlarni diqqat bilan kuzatib borish va o'z vaqtida harakat qilish muhimdir. Noaniq nuanslar: biring, birgalikdagi mulkchilik. Agar uy-joy pensioner va uning voyaga yetgan, ishlaydigan farzandi kabi boshqa oila a'zolari nomida birgalikda bo'lsa, imtiyoz qanday qo'llaniladi? Bunday holatda soliq imtiyozi faqat pensionerning ulushiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Qolgan ulush uchun esa soliq to'lanishi talab qilinishi mumkin yoki butun mulk uchun imtiyoz berilishi mumkin, lekin bu qoidalar qanday belgilanishiga bog'liq. Bu jihat qonunchilikda aniq aks ettirilishi shart. Ikki mulkning qiymati. Imtiyoz faqat maydon bo'yicha emas, balki mulkning kadastr qiymati bo'yicha ham cheklovlarga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni agar sizning uyingiz juda qimmat bo'lsa, hatto u kichik maydonli bo'lsa ham, u uchun qisman soliq to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ham ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. 3. Vafot etgan pensionerning mulki. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa va uning mulki meros qoldirilgan bo'lsa, merosxo'rlar ushbu mulk uchun soliq to'lash majburiyatini qanday oladi? Merosxo'rlar pensiya yoshida bo'lmagani uchun. Ular uchun imtiyoz qo'llanilmasligi aniq, ammo merosni rasmiylashtirish davrida qanday tartiblar qo'llanilishi ham muhim masala. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Sizdan hech qanday murakkab harakatlar talab qilinmaydi. Ammo tayyorlik muhim. Mana siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar hozirning o'zida nima qilish kerak 2026 yilgacha? 1. Hujjatlaringizni tartibga soling. Eng avvalo pasportingiz, pensiya guvohnomangiz va mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlaringizni, kadastr hujjatlari, order, mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma tekshiring. Ularning haqiqiy ekanligiga, muddati o'tmaganligiga va barcha ma'lumotlar to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf eting. Masalan, pasportingiz eskigan bo'lsa yoki ism sharifingizda xatolik bo'lsa, uni almashtirish yoki tuzatish uchun murojaat qiling. Kadastr hujjatlarida bino maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Buni ham tekshirish zarur. Bu jarayonlar vaqt talab qiladi. Shuning uchun ularni imtiyoz kuchga kirguncha yakunlash maqsadga muvofiq. 2. Rasmiy e'lonlarni kuzatib boring. Ommaviy axborot vositalarini, ayniqsa hukumatning rasmiy veb-saytlarini, Xalq so'zi yoki Pravda Vostoka kabi gazetalarni. Shuningdek, televideniya yangiliklarini muntazam kuzatib boring. Yangi qonunchilik hujjatlari qabul qilinganda ular haqida rasmiy xabarlar e'lon qilinadi. Bu xabarlarda imtiyozni olish tartibi, qaysi mulklar uchun qo'llanilishi va qanday hujjatlar talab qilinishi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bu ma'lumotlarni o'zingiz o'rganishga harakat qiling. Agar tushunmasangiz, oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Savollaringizni yozib qo'ying. Agar sizda yangi qonun yuzasidan savollar tug'ilsa, masalan, mening hovlim uy 5 sotix, imtiyoz menga ham taalluqlimi? Mening turar joyimda farzandim ham ro'yxatda, bu qanday ta'sir qiladi? Ularni yozib qo'ying. Keyinchalik soliq idorasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda bu savollarni berishga tayyor bo'lasiz. 2006 yilga yaqinlashganda nima qilish kerak? 1. Murojaat qilish uchun joyini aniqlang. Yangi qoidalar kuchga kirgandan so'ng siz imtiyozni rasmiylashtirish uchun qaysi organga murojaat qilishingiz kerakligini aniqlashtiring. Ehtimol bu davlat xizmatlari markazlari DIXM bo'ladi. Chunki ular fuqarolarga xizmat ko'rsatishda yagona darcha tamoyilini faol joriy etmoqda. Shuningdek, hududiy davlat soliq idoralariga ham murojaat qilish mumkin. Aloqa markazlari call center orqali ham ma'lumot olish mumkin bo'ladi. 2. Zarur hujjatlarni tayyorlang. Yuqorida aytib o'tgan hujjatlaringizni, pasport, pensiya guvohnomasi, mulk hujjatlari
asl nusxalarini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zan oila a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma talab qilinishi ham mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq ro'yxatni bilib oling. 3. Ariza yozish. Murojaat qilganingizda belgilangan shakldagi arizani to'ldirishingiz talab qilinadi. Ariza pensiya yoshidagi fuqaro sifatida mol mulk solig'i va yer soligidan ozod qilishni so'rashni o'z ichiga oladi. Aksiya sharti bilan. Agar arizani to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, DXM xodimlari sizga yordam berishlari shart. Arizada mulkning manzili, kadastr raqami va pensiya guvohnomasi ma'lumotlari aniq ko'rsatilishi kerak. Qayerga borish kerak? Aksariyat hollarda sizga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilish eng qulay variant bo'ladi. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi va sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishadi. Agar DXMda hal bo'lmasa, unda hududiy davlat soliq inspeksiyasiga, soliq idorasi murojaat qilishingiz mumkin. Bu idoralarda soliq maslahatchilari sizga barcha savollaringizga javob berishadi. Qanday hujjatlar to'plash kerak? 1. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. 3. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr guvohnomasi, uy joyga egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma. 4. Ba'zan mahalla fuqarolar yig'inidan oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 5. Ariza joyida to'ldiriladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz 2026 yilda pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun kutilayotgan juda muhim moliyaviy imtiyozlar, ya'ni mol mulk solig'i va yer soligidan ozod etish mexanizmlarini atroflicha ko'rib chiqdik. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilash, balki ruhiy xotirjamlikni ham ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Biz imtiyozlarning qanday ishlashi, kimlar uchun mo'ljallanganligi, qanday cheklovlar va nozik jihatlar bo'lishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berdik. Shuningdek, sizdan qanday amaliy qadamlar talab qilinishi, qanday hujjatlarni tayyorlash va qayerga murojaat qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shuni unutmangki, bu ma'lumotlar hozirgi va kelajakdagi qonunchilik loyihalariga asoslangan bo'lib, yakuniy qoidalar, rasmiy hujjatlar e'lon qilinganda aniq bo'ladi. Shuning uchun rasmiy manbalarni kuzatishda davom eting va o'z vaqtida harakat qiling. Sizning moliyaviy farovonligingiz uchun bu juda muhim. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham sizni qiziqtirgan shu kabi muhim mavzularni yoritishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling.